Biram tilla qattasizlar, men seni ko'rmayapman. Men ozmas turman. Men tepaga chiqib qo'yganman, qattasizlar. U chetdan yotdimi, qatta yozib, tomdaman endi, tomda. Ko'rmayapman o'sha tilla. Qani o'zi xavfli jitil? Kapot, bu yoqqa qara, pastga qara, pastga. Alo, Biram. Ha, mana ko'rdim, mamki kelinglar tez. Men uy oldida turibdi, mer uyini oldida, tezroq kelinglar. Hop, bo'ldi, eshitdik seni. Meni mashinaga o'ringlar. Hop, ketyapmiz. Hammani mashinaga yig'ilinglar, ikkita chapdan o'ndan tomondan kelsanglar, mana shundan o'rab olamiz. Keyin masakrayman uni ustiga. Tezroq kelib qolinglar, hozir qochib ketadi. Xo'p, keldinglarmi? Hozir men ham masakrayman. 1, 2, qani 3. Oppa, mana sen yaraman, sen tutib oldik. Sen yaramasni bizni tutdik. Hozir endi men adminga telefon qilaman. Keyin seni admin tezroq banga tiqib yuboradi. Sen o'sha bizga yomon xalaq berasan. Qani do'stlar, bilasanga. Yaramas. Nima bizlarni endi anaqamizga, qishlog'imizga kelib olding, yaramas. Jitilla buni hozir nimadir qilish kerak. Admin telefon qilaymi? Admin telefon qilmasam bo'lmaydi. Uni tezroq banga tiqib olish kerak bu yaramasni. Kapot, telefon qil. Bo'ldi, men hozir telefon qilaman adminga. Xo'p. Alo. Admin yaxshimisiz? Voram Kompot, qanaqa ishlaring bor, tinchmi? Men jitil topding, xavfli jitil. Uni tezroq banga tiqish kerak, yordam bering. Voy, arata vaqtda topsalar-ku, men hozir ishlarim bor, kamida 7 soatda bo'laman. Bo'ldi. Admin nima qilinglar bizni? Uni qattadir shaptiringlar. Voy, bizni hozir nima qila olmaymiz-ku, bizni qo'rqadi hamma jitillik. Bo'pti, mana nimadir o'ylab topamiz. Bo'pti Kompot, tezroq kelishga harakat qilaman. Bo'ldi. Jitillar hozir buni nimadir qilmasak bo'lmaydi. Admin kela olmasa ekan, nima qilsak bo'ladi? Bu yaramasni qayerdadir ushlab turish kerak. Yoki men hozir o'zim nimadir quraman, deb bo'lmasa bu yaramasni ushlab turamiz. Bo'pti, xo'p, admin. Bo'pti. Hozir jitillar biz hozir mana reja bor. Unda qanaqadir bitta baza qurishimiz kerak, shu bazadan ushlab turamiz. Qamoqxona qursak bo'ladi yoki shu qamoqdan hammamiz qo'rqib turamiz. Men qochib ketaman. Qocha olmaysan, sen yaramas. Hozir jitillar mana shu qarab turinglar, men hozir test qilib borib kelaman. Keyin Qochib ketaman. o'chirib ovozingni yoqmayapsan. Tushundinglarmi jitillar? Hozir boraman, test qilib borib, narsani olib kelib olaman, siz qarab turinglar. Kapot, men qo'rqaman bundan. O'chirib ovozingni san ham. Qo'rqma. Yaramas, men keyin pichog'ini olib qo'yishimiz kerak bu yaramasdan. Pichog'ini olmasam bo'lsa, hamma o'ldirib tashlaydi. Hozir mana shu turib turinglar, men o'zim tez borib, katta narsa olib kelaman. Qarasan yaramas. Ha, Kapot. Qara yaramassan. Jitillarga tegmang. Tushundinglar, jitillar? Anta o'rtada agarodim ustida qursak, bitta qamoqxona quramiz. O'sha yerdan kamera hamma narsani aniq qolaman, o'rnatolaman. Keyin bu yaramasni o'sha yerda aniq qilamiz, qoldiramiz. Xo'p, mana do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan ko'rishishga ulgurmadim. Ko'rganingizdek, bizning qishlog'imizda xavfli yana bitta jitil paydo bo'ldi. Shuning uchun uni biz nimadir qilmasak bo'lmaydi. U hamma videorolikda chiqib ketgan hozir. Uni agar yo'q qilmasa, bu hammani yo'q qiladi o'zi. Hammamizni o'ldirib tashlaydi. Ko'rdinglarmi, ko'zini bo'yotganda qizarib yotdi ko'zi. Shuning uchun hozir men narsani olib, qamoqxona qurib, keyin adminga ham telefon qilib qo'ydik, yaxshi. Admin tezroq kelsa, buni banga tiqib qolish kerak bu yaramasdi. Bu hali nimadir qilib yurmaydi ertaga. Xo'p do'stlar, biz endi qattiq qursak bo'lar ekan buni. Keling, ham o'rtada quramiz. O'rtada qurib keyin xo'p, kameradan qo'yib chiqsak, lava bilan keyin chetlar bilan yopib chiqamiz. Bir necha chiqsalar, 3 ga 3 qilaman, bo'pti. Keyin yaxshilab qurishimiz kerak, bo'lmasa qochib ketadi. Agar qochib ketsa, keyin yana qiyin bo'ladi. O'zi yaxshi bizning qishlog'imizga kelgan, bizga foyda bo'ldi. Hozir shuni olamiz endi. Xo'p, men hozir endi mana bu temirlarni qo'yib chiqaman. Bu temirlar yordam beradi, qochib ketmaydi. Bizga yaxshigina yordam tegadi bu temirlarni. Bularni biz o'zi qiyin juda. Men 3 tomon, 4 tomondan chetlarini mana shunday o'rab chiqish kerak mana shu temirlar bilan. Keyin hop, burchlarigina kamera qo'yib chiqishim kerak. Keyin lava qo'ysam, keyin shiplarni qo'yishim kerak. Bu kameralarga ham kompyuter kerak bor. Shu kompyuter monitorimni yoqib olsam, qarab o'tiraman. Xo'p, endi biz ham chetlarni bizamiz-da, to'xtayman, men kiradigan joyi ochiq qoldirishim kerak. Men to'g'ri o'sha joyga tegmaymiz bo'lmasa. Jitil shaqqa olib kiraveramiz. Xo'p, buni mana shu joyga qoldiramiz unda va keyin bu yoqni lava bilan yopamiz. Hamma yog'ini lava bilan yopish kerak. Endi do'stlar, biz mana shunaqa shiplarni qo'yib chiqamiz. Hamma yog'iga yaxshilab qo'shish kerak. Bu
qattiq buzilmaydigan anaqa ba'zi qochib ketmasligi kerak u yaramas. Judayam qochib ketsa keyin yomon qiyin bo'ladi. Hop, tekshirib kelay tezroq, men jitillar yaxshimikan? Jitillar yaxshimisizlar? Kapot buloqqa qiynalib ketdi. Sen bo'ldi, men yaramasga ozgincha qoldi qurib olyapman. Sen yaramas qara lekin. Tegmang jitillarga. Qochib ketaman baribir. Qochib ketaman. Sen yaramas ezvording-ku. Ahmoq, nima bizani qishlog'imizga kelding o'zi? Yaramas. Hozir men tezman ba'zan quraman-da, ba'zida qolib tursa admin keladi, kesal yo'q qo'ramiz. Bo'ldi, jitillar qarab turinglar, ozgincha qoldi. Xo'p do'stlar. Biz endi nima qilishimiz kerak? Keling, endi men chetlardan ham yana quraveramizmi yoki? Nima deb o'ylaysizlar? Men endi chetidan quraveramizmi? 2 qavatli qilib yoki qoldiraymikan? Keling, mayli. Farqi yo'q, qoldiraylik. Keyin mashta biz jitillar bilan ham taxam ay tegib ketdi. Mashta jitillar bilan hammamiz turib turamiz. Chetidan chetidan qo'riqlab turamiz. Tegib ketmasa bo'ldi o'zimiz qilib. Masjidlari bilan yaxshilab o'rab, kamera ham bor. Hop, keyin cherkovga ham chiqib bir monitorimni o'rnatib olishim kerak. Menga 2 ta jitil kerak o'sha yoqqa. Hop, meni qaranglar, men ham kirish bo'ladi. O'sha yoqqa jitil olib kirib, keyin bu yerda ham yo'qolamiz lava bilan. Jitillar olinglar buni qo'lga, tezroq olib ketinglar. Olamiz. Tezroq antga sekin olib boramiz buni. Davay, yur. Qochaman, qochib ketaman. Yur oqa tez, yur. Yur yoqqa. To'g'ri yur. Yurdi olmasang, yur. Bo'ldi, ketaman. Jitil o'xshatib boringlar, sekin o'tkazamiz. Sekin chetiga qaranglar. Yaxshilab bitta qochib ketish kerak emas. Yaxshilab qarab turinglar bunga. Bo'l, kir. Kir tezda olmasang. Ha, kiraman. Men qochaman, sen qilsan, hammani qochib ketaman. Bo'ldi, kir tez. Olib kel qilichingni. Buni qilichini olmasak, hali keyin o'ldirib tashlaydi hammani. Yaramas. Men qo'yib chiqaylik. Xo'jaman, qochaman, qochib ketaman. Qochaman, keyin sizni qochib ketaman baribir. Qocha olmaysan, yaramas. Men Allohga qo'yib qo'yaman hozir. Hamma jitillar endi men sekin hammanglar kelib olinglar, orqamdan hozir yurasizlar, tayyorsizlar. Hammanglar orqamdan yurasizlar. Oralaridan o'rab chiqamiz. Sekin orqamdan kelinglar. Tegib ketmaydi, ehtiyot bo'linglar. Sekin ham orqamdan kelinglar, kelsam, yaxshi. Kapot nimaga bizga sig'maymiz. Mayli sig'masanglar, unda qolganinglar ham cherkov tepasida turasizlar. Ehtiyot bo'linglar. Mana shu yaramas. Ozgina chidab ushlab turinglar, bir soatcha keyin bu ketadi tezroq. Qochib ketaman baribir. Qochmaysan sen, yaramas. Xo'p. Xo'sh, yaxshi. Men ham jitilga olib qo'ymas ekan. Kapot qachon keladi? Endi sabr qilib turasizlar. Men ana oldimda jitil bilan cherkovda turib turamiz. Hozir monitorimni ham o'rnatib oling. Shu cherkovga boramiz, qarab turamiz. Sizlar ham yaxshilab qarab turinglar. Hop, qochib ketmasin. Bu yaramas jitilga yaxshilab qarab tursanglar, 1-2 soat chidab turinglar, kelib qoladi adimi o'zi ham. Keyin banga qo'radi. Men yaramas ushlab turmasa, ertaga keyin bu ham battar ishlar qiladi. Yaxshilab qarab turinglar. Men hozir cherkovga chiqib, narsani olaman, monitorga qo'yib, kameradan jimimiz qarab turamiz yana. Ketdi jitil orqamdan tezroq. Hop, binokulimni ham oldim, yaxshi. Hop, jitil bo'lsa endi men bitta o'rnatib olishimiz kerak. Bu yoqdan yaxshi ko'rinar ekan. Ha, kapot, buni ancha zo'r ko'rinar ekan. Endi mashina yaxshilab qarab tursak, bu jitilga ham qiyin bo'ladi endi ancha turish. Mayli. Xo'p, biz hozir menga qara. Men buni qo'yib olaman. Ustidan kompyuter monitorimni qo'yaman. Endi yaxshi qarab turishimiz kerak. Jabimizda bir 15-20 minutdan ishlab, almashib shunaqa qilib ishlaymiz endi. Chidab turish kerak. Hop, men binokuldan yaxshi ko'rinyapti. Ya'ni yaramas va basharasini qaranglar. Abda yoqmayapti menga lekin ham. Urib olgin keldi, o'ldirib qo'yish kerak. Ha, kapot, to'g'ri aytasan. O'chirib ovozing san ham yoqmayapsan menga. Hozir yetib. Voy. Kapot bo'ldi, sana keldi. Mana menga ber. Ol binokul. Charchab ketdim. Bo'ldi, hozir men ketyapman yoqqa. Xo'p, jitillar o'toli ay tegib ketdi. Xo'p, yaxshimisizlar?
Kompot charchab ketdi biza ham. Ha, bo'ldi ani. Gaplashmalaring yo'q, qarab turlaring bu yoqqa. Yana gaplashyapti. Bu yaramas. Men hozir qochib ketaman, lekin qocholmayman. Qochmaysan-de. Qattiq baza qurgan bizdan keyin. Bu qamoqdan hech kim qocholmaydi. O'ylab ko'r, yaxshilab o'yla. Undan ko'ra qochmagani yaxshi, bo'lmasa o'lib ketasan. Adminni kutib tur. Baribir men sizlar hammasida qochib ketaman. Sabr turing. Kimdan qochmoqchisan? Mana admin keldi. Admin yaxshimi? Salom, yaxshi keldingizmi? Hammasi yaxshimi? Hozir ben bu jitliga aqvoraman, butunligiga. Yaramasa qani man narsam bor edi, avtomatim bor, qani uskaram. Xo'p, hozir Men bu jitilni tezroq o'ldirib tashlaylik, to'g'ri yo'q qoring. hozir men uskaramni olaman-da, keyin uni yo'q qo'raman. Va mana Vuy, nima bu? Sekiroq qilib bo'linglar jitilni. Sekiroq bizga emas, men tarafga emas, pastga jitilga men emas, jitil. Vuy, o'zi ham yo'q qordi. uskaram ishlaykan unda hammasi yaxshi, uskana yaxshi ekan. Voy, ancha yaxshi bo'ldi. Jitilli, rosa qiynaldi ya, o'zi ham. Juda qiynaldi. Admin sizga ham yomon rahmat. Endi men imtihonni yig'ishtish kerak. Endi shu jitildan qutuling, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga ham rahmat. Kompot senga ham rahmat, ancha chidab turib berding. Mana des. Rahmat. Xo'p, endi men bitta sekin tozalash kerak. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, jitil yo'q qildik. Bu Minecraftdagi eng xavfli jitil desa ham bo'ladi. Chunki u nechta odamni o'ldirib tashadi va sizlar bilan men kompot bo'ldim. Video yoqqanmisa like va obuna bo'lib qo'yinglar. Hammangizga xayr.